Ramoni. Kech qolyapman. Tezroq. Shoshilish zarur. Tezroq. Bo'lishi mumkin emas. Axir bu Kvan yengilmas-ku. Uni halok bo'lgan deb o'ylardim. Uni oxirgi marta bolaligimda Kongbay maydonida ko'rgan edim. O'zi ham rosa muxlislar to'plangan edi. Keyin mazali taomlar ham bor edi. Kvon o'z mahoratini hammaga namoyish etgan edi. Aql bovar qilmaydi. U eng zo'r uslubni ko'rsatmoqchi edi. Voy, kech qolyapman. U keladi. Yengilmas Kvon tinchlik vodiysiga kelib, hammani rom etadi. Yana kech qolding, panda. Kvonni bolaligimda ko'rgandim. U mening qahramonim edi. O'zi qahramoning bo'lmagan jonzot bormi? Shunaqa ham ishqiboz bo'lasanmi? Uning jang qilish san'atiga qoyil qolish kerak. Oy, Kvonni tomoshasini ko'rganman. Barcha jang sahnalashtirilgan. Bu haqiqiy kung-fu emas. unga yuzlab ninjalar hujum qilganini hech ko'rganmisan? Barini yer tishlatgan. Bildingmi, yo'lbars? Mening ismim Bali. Ajdar jangchisini so'rab kelgandim. Ha, sizni burningiz chiroyli ekan. Sekinroq. Ajdar jangchisi menman. Kaminani yordami kerakmi? Meni Kvon yengilmas jo'natgandi. U sizni chorlamoqda. Marhamat. Ha, Kvon meni kimligimni bilar ekan. U yerga borish men uchun sharaf. Intiqlik bilan kutamiz. Salom. Menda ortiqcha chipta bor. Agar Men boraman. Juda soz. Voy, o'zimni bir tartibga solib olsam bo'lar ekan. Hoziroq. Hayolingni bir joyga jamlab, mashq qil, panda. Jang qo'rchog'iga zarba berishni yaxshilab o'rgan. Faqat shumi? Ha, Doim g'ayrioddiy mashqlarni o'ylab topasiz. O'tgan safar issiq saqish ustidan yugur degandingiz. Men esa mana bunday yopishib qolgandim. to'g'ri. Yodingizdami? Kuching bor, ammo o'zingni qo'lga ola olmayapsan. Yur men bilan. Yordam berib yuboring. Toshbaqaning temir kosasi. Zo'r-ku. Ancha og'ir edi ekan. Shular bilan mashq qil. Shunda o'zingni boshqarishni o'rganib olasan. Bu ancha vaqt talab qiladi. Keyinroq qaytaman. Shoshmang, men qanaqasiga buni yechaman? Ustoz. Ularni yecha olmaysan, chunki ularni qulflab qo'yganman. Tayyor bo'lganingda yechaman. Yo'q. Shifu, axir Kvon meni tomoshasiga taklif qilgan. Tomoshaga borib, keyin shu mashqlarni bajarsam maylimi? Rahmat. Voy, buni qaranglar. Aqldan ozish mumkin Kvonning qaytishi. Sezib turibman, hamma men kabi hayajonda. Hozir loviyali manti bo'lgani yaxshi bo'lardi. Qolganlar qani? Bilmadim, ilgari oyoq bosib bo'lmas-edi. Hatto bitta joyga 2 kishi o'tirardik. Kutib oling, oqshomning hayratomuz hodisasi. U ummonning kuchiga ega, tog'dek mustahkam, shamoldek tez. Yengilmas Kvon. Unga gap yo'q. Kim zo'r? Siz zo'rsiz. Juda ham ajoyib. Ilgari bo'yi biroz balandroq edi. Uning dushmani qaytmas bovo.
Yo'qol! Hozir boshlanadi. Qarab tur, bu qani dabdalasini chiqaradi. Ko'rasan? Ha, uslubini o'zgartirgan ko'rinadi. Afsusdaman, po. Afsusdaman? Bu bilan nima demoqchisan? U axir haligacha yengilmas quvon. Voy, qornimga dastxat qo'yib bersa yaxshi bo'lardi. To'g'rirog'i katta qog'ozga. Yo, qornimga qo'ysinmi? Ha. Po, keldingmi? Kel choy ich. Voy, ajdar jangchisi bilan tanishish men uchun katta sharaf. Voy, yengilmas quvon. Aytgancha qornimga dastxat qo'yib bering. Yaxshisi bunga. So'nggi tomoshamni ko'rgani kelganingdan xursandman. Bu jang emasmidi? Nimaga? Men ketyapman. Kimni ham qariyani kaltaklanishini ko'rgisi kelardi. Balki maymun ko'rar. Qo'ysangizchi, u qadar qari emassiz. Voy, Kechirasiz. yaxshi hamki shisha ko'zim tushib qolmadi. Yana avvalgi shuhratingizga qaytishingizni xohlardim. Men ham. Men sizga bolaligimdan ishqibozlik qilganman. Hatto idish tovoqlarimda ham sizni suratlaringiz bor. Hamma aytgan ishingizni qilaman. Qani, ayting. Masalan, biror mashhur kimsani yutsam degandim. Deylik ajdar jangchisini. Agar shunday bo'lsa edi, ya'ni yengilmas quvon bo'lardim. Ajdar jangchisini yengmoqchimisiz? Boshim negadir ishlamay qolyapti. Xo'sh, nima qilish kerak? Xo'sh, nima qilamiz? Buning uchun yutqazib berishing kerak. Ha, baribir tushunmayapman. Go'yo men seni yutgan bo'laman. Zarbalar ham kuchsiz bo'ladi. Keyin qo'lingdan kelgani shumi deyman? So'ng hujumga men o'taman. Shunda voy-voy-voylab bersang bo'ldi. Oxiri quvon seni yengib bo'lmas ekan. Dunyoda senga teng keladigani yo'q. Meni ham adabimni berding deb yiqilasan. Ha, endi yetib keldi. Bu xuddi o'yindek bo'ladi. Xuddi yosh bolaga o'xshab zarba beraman. Mahkamlanmaganmidi? Nihoyat yana yengilmas nomiga musharraf bo'lardim. Aks holda dunyoni nadomat bilan tark etaman. Ha. Biroq roziman. Senga ishonib to'g'ri qilgan ekanman. Ko'zimga nimadir kirib qoldi. Yig'lamayman, axir o'g'il bo'laman-ku. Buni ko'rdingmi? Yengilmas quvon qo'limni siqib po deb chaqirdi. E'tiboring uchun bu men ismim. Nima deb o'ylaysan? Dilini og'ritib qo'ymadimmi? Ana bay yig'ibcha ber ekan. Nima? O'sha yerda bosh kiyimimni unutib qoldiribman. Ketdim. Mana boshingda turibdi. Buni qara-ya. Bo'pti, ko'rishguncha. Yaxshi qol. Hey, bu yerda kimdir bormi? Bay, bu men Turnaman. Bekor qaytibsan. Quvon, siz borib buni ogohlantirishim kerak. Voy, Bay, chetroq turing, siz o'zimni himoya qilaman. Qani bo'l. O'zingni nazorat qil. Taqsimchalar tugab qolsa nima qilamiz? Taqsimchalar hech qachon tugab qolmaydi. Adashibman. Tugabdi. Bolalardek yolg'onda kam urushishni o'rgana olmayapman. Beso'naqay pandani zarbasi jonimga tegdi. Bolalar bilan mushtlashmoqchimisan? Yo'q, quvonga ozor berib qo'yaman deyapman.
Buni teskarisini qilmoqchisan deb o'ylabman. U bilan jangim quvnoq tomoshani o'zi bo'ladi. Tushundingmi? Yo'q, agar qariya seni uraman deb yiqilsa, mana bu tomosha bo'ladi. Maqsadim yengilmas Kvonga yengilib, uni xursand qilish. Kung-fuga hurmat yuzasidan bor kuching bilan jang qilishing kerak. Aytayotganlaringni bari ko'z bo'yamachilik. Ustoz Shifu, uni ozgina xursand qilsam degandim. Bu nimani anglatadi? Ozgina yengilib bersam deyman. Bu ham nimani anglatadi? Bor kuchim bilan jang qilmayman. Bu esa yolg'on degani. Bu, agar ezgulik yo'lida mag'lubiyatga uchrasang, bu sharmandalik emas, ammo qandaydir shuhratparast qahramonni deb shunday qilayotgan bo'lsang, buni yoqlamayman. Kimdir xonamga kirgan ko'rinadi. Nima qilsam ekan? Agar unga zarba bersam, chakagi Yuan sulolasi davriga borib tushadi. Jang qachon? Tez orada, aytchi, qanday o'zimni to'xtatsam bo'ladi, a? Xohlasang menda g'oya bor. Kvon, shuncha yo'lni meni deb bosib keldingizmi? Sahardan yo'lga chiqqandim. Sendek kuchli jangchi uchun zarbani sekinlatib, uning kuchini esa kesadigan biror nima zarur. Tushundingmi? Masalan, Bu temir kosalarmi? ha, toshbaqalarning temir kosasi. Yaxshi g'oya. Agar uni taqib olsam-chi, Kvon? Uyga ketdi. Men qayerdaman? O'zi nimalar bo'lyapti? Meni mehmonxonamdasan. Kimsiz o'zi? Menga nima qildingiz? Hech narsani esla olmayapman. Eslolmayapsanmi? Hech narsanimi? Yo'q, Men bilan do'stlashmoqchi bo'lganingni hammi? yo'q. Ammo xipcha bir ekansiz. Ha, bu ketishda eslab qolsam kerak. Agar qochib ketmaslikka so'z bersang, men ham boshqa boshingga urmaslikka va'da beraman. Boshimga urmaslikka? Ha, aqldan ozgan ko'rinasiz. Nimadir yodimga tushyapti. Kvonni ham eslagandekman. Ha, Voy, buni qarang. Dahshat, yengilmas Kvon va ajdar jangchisi. Aql bovar qilmaydi. Maymun qara. O'xshadimmi? Voy, kichkinagina o'yinchoqlar. Voy, esdalik uchun piyola, dastxat qo'yilgan shoy parchasi. Bu bilan yengilmas Kvonning surati tushirilgan quti. Qatiq hidi kelib turibdi. Bir kunda chiqarishga qanday ulgurishdi? bo'ldi, ketdik. Shuni menga olib qo'ying. Yodimda Poga nimadir aytishim kerak edi. Qo'yil! Oqshomning asosiy hodisasiga e'tibor qarating. Yordamlashib yuborsang bo'lardi. Unda ummonning kuchi bor. Tog'dek mustahkam. Bu harakatlarini sekinlashtiradi. Ha, unga imkon berishim lozim. Shunasan-ku, ko'nglim xotirjam bo'lsin deyman. Kutib oling, yengilmas Kvon. Ko'rdingmi? Keksa, buning ustiga qiltiriq. U hech qanday keksa ham, qiltiriq ham emas. Ajdar jangchisi, kuning bitdi. Bu ham tomoshani bir qismimi? Jang qilinglar! Fonini ko'rmoqchimiding? Hozir ko'rasan. Xohlasang uni jangdan keyin nogiron holda boqishing mumkin. Bunga hech qachon yo'l qo'ymayman. Ajdar jangchisini hech kim yenga olmaydi. Balki bularni yechib tashlarman, a? Do'stimni ogohlantirishim zarur. Bir daqiqa, senga yana bir aytar so'zim bor. Bilib qo'y, xonimcha, juda ham xunuk kular ekansan. To'g'ri kulish o'rgan. Voy, yo'q. Uni yanchib tashlamoqchi. Zo'r-ku.
turdi, barakalla. Kvong seni o'ldirmoqchi. Ular buni senga aytib qo'ymasligim uchun asirlik ushlashdi. Bayi ham uni xom tovog'i ekan. Voy, boshim aylanib ketdi. Shoshma. Nima? Kvong meni o'ldirmoqchimi? Ha, zo'r tomosha bo'lyapti. Bu tomosha emas, Kvong poni aldadi. Yo'q. Buni kim aytdi? Meni sharmanda qilganing yodingdami? Bunaqa ishlar kutilmaganda bo'lib turadi. Bunga ancha yil bo'ldi. Tez orada butkul g'olib bo'lmoqchi edim. Haqiqiy jangchi bo'lmoqchi edim. Uzoq yillar davomida qilgan mashqlar natijasini ko'rmoqchi edim. Ammo kutilmaganda qayerdandir mant paydo bo'ldi. Bu sening manting edi. Sening manting hayotimni abgor qildi. Shundan keyin ko'z bo'yamachilikka o'tdim. Buni yechishga yordamlashib yuboringlar. Hozir. Menga qarshilik ko'rsatmoqchimisan? Bittasi yechildi. Yo'q. Va nihoyat Mana bu boshqa gap. Xayriyat. Sabrim tugadi. Uruna, uruna! yo'q. Mayli po, endi boshlagan ishingni tugatishing mumkin. Meni yanchib tilkalab tashla, bariga roziman. Yo'q, men buni umuman xohlamagandim. Unda hali yosh bola edim. Axir sizni muxlisingiz edim. Unday bo'lganini bilmagandim. Kechiring. Siz mening qahramonimsiz. Yo'q, sen kechir. Men qahramon emasman. Aytmoqchimanki, siz yana qahramon bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib? Uruna! Qo'lingdan kelgani shumi deb ayting. Qo'lingdan kelgani shumi deb ayting. Qo'lingdan kelgani shumi? Voy, belim. Sizni kung-fuingiz oldida ojizman. Siz yengib bo'lmas qahramonlarning qahramonisiz. Kvong! Ururaymi? Ezgulik yo'lda mag'lubiyatga uchrasak uchrabmiz-da. Va g'olib Ajdar jangchisi Va yengilmas Kvong. Rahmat senga po. Mendan biror nima xohlaysanmi?
Umuman olganda qornimga dastxat qo'yib bering.